Assalomu alaykum, hurmatli chorva ishqibozlari. Bizlarda birinchi qaringa bo'g'az 3 dona yetilib turgan sementalga rossiyskiy gibrid qo'najillarimiz bor, qacharlarimiz yetib turibdi. Shu uzog'i 10 kun, 15 kun, 20 kun oralig'ida tug'adi. Katta mollar. Narxini keladigan bo'lsak, boshidan cho'zmay narxini aytib o'tamiz. 70 million so'm. Semental qo'najimiz. Boylari 1.60 plus. Bu rossiyskiyga semental qo'najimiz. Budan 1.60 plus bo'yi. Kichkina mol emas, katta mollar. Narxini keladigan bo'lsak, buni 55 million so'm. Kelishamiz. Budan mana rossiyskiyga semental gibrid. Buning ham narxi 55 million so'm, kelishamiz. Bugungi sanamiz 2-iyun sanasi. Qo'shko'pir Toshkent kolxozidamiz. Kimgadir qiziq bo'lsa, ekranda telefon nomer qoldiramiz. Aloqa chiqaringizlar. 2 tishli, 4 tishli qo'najillar. Birinchi qaringa bo'g'az. Katta mol bular, katta. 1.60 dan baland bo'ylari. Bu semental qo'najimiz 70 million so'm. 1.70 bo'ylari. Sen aylandan kiversen şunun. Negatifçilerden kommentariyaga negatif fikir yazatavullardan ham uyunda shundaydan bir 15 tara bo'lsa, shunda kommentariyaga kirib negatif fikir yozma vaqtlari bo'lmaydi. Mana molimizning bo'yi 1.60 dan baland, birinchiga bo'g'az. Mana testdan tushirish yo'q kamerani. Kimgadir qiziq bo'lsa, ekranda telefon nomer qoldiramiz. Aloqa chiqaringizlar. Ha? O'z ma'lum, kep ko'raveradi. 1.60 dan baland molning bo'ylari. Bular ham shu. Bularning bahasi 55 milliondan. Bulardaki. Buning bahasi 70 million so'm. Kelishamiz. Ekranda telefon nomer qoldiramiz.